Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 12-maktab oddiy muallimlarga oddiy ehtirom loyihasini davom ettiradi. Bugun biz qariyb umrining 47 yilini ilm-fanga, bolalar tarbiyasiga sarflagan 96 yoshni qarshilayotgan faxriy ustozimiz, xalq ta'limi a'lochisi G'afurjonova Barnopanishga boramiz. Yana odatdagidek u kishining xabarlari yo'q. Biz albatta tuhfa tarzda boramiz. Siz biz bilan qoling, biz bilan birga bo'ling va ustozlaringizni bundan-da ajoyib loyihalar bilan yo'qlab turing. Zero ustoz roziligi ota rizoligi bilan barobar. Assalomu alaykum, mehribon, mehri daryo ustozim. Aytib yurmaysiz, 12-maktabning ana shunday qiz o'g'illari, sizni bitiruvchilaringiz sizni tavallud ayyomingizga, shukrona kuningizga shunday tashrif yurdik aytmasdan. 12-maktab ma'muriyati nomidan ijozat berasiz. Uğurgan kuningizga bittagina ehtiromimizni ko'rsatsak. Ilm chirog'ining yoniq yulduzi, insoniyat hayotining o'chmas mayog'i, qalb ko'zimizni ochuvchi ustoz avval. 12-maktabning ko'p sonli ustoz va o'quvchilari sizning yillar davomida qalblarga ilm va ziyon nurlarini sochib, aql va shuurimizni boyitganingiz, bizga mehribon, g'amxo'r ustoz bo'lganingiz, bizni erkaligimizni, sho'xliklarimizni ko'tarib, sabr va bardosh ila qalbimizni, tafakkurimizni boyitganingiz uchun sizga qalbdan ta'zim aylab tashakkur aytamiz. Rahmat, barakat toping. Umringiz siz biz uchun ochgan dunyo eshiklaridan-da ziyoda bo'lsin. Sizni tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Albatta
bu sizga ko'rsatayotgan ehtiromimiz. 47 yillik umringizni shunday bolalarni aql zakovatini ochib, ilm nurini bag'ishlaganingizga arzimaydi. Siz bundan-da ortig'iga loyiqsiz, lekin bugun sizni unutmaganimizni, siz doim qalbimizni qo'rida, hayotimiz yo'llarida mayoq bo'lganingizni eslatib, biz bugun topib kelayotgan rizq ro'zimiz sizning orqangizdan ekanligini mana shu bitiruvchilaringiz, siz esingizdan chiqarib eslolmagan bitiruvchilaringiz mana rizq bilan kirib keldi. Issiqqina non, insonning mehri shu tafsidan-da ziyoda. Tabriklaymiz, 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 tabriklaymiz. Urra! Chiroyli qo'shiq qo'yinglar, maktabni eslatadigan. Qo'ng'irog'i boridan bo'lsin. Qani bolajonlarim? Hammagining kelajaklarim. Assalomu alaykum. Mustaqillik vatan demak, vatan esa xalq bilan. Shu boisdan bolajonlar hozircha vatan darsi. Ko'nglimizni tozlab vatan darsiga, ustoz biz tayyormiz vatan darsiga. Ustoz, vatan nedir? Vatan iymon kabi vujudimdadir. Vatan oltin tuproq, shu ona zamin. Vatan kindik qoning to'kilgan go'sha. Vatan quchog'ida asrar dilbandin. Tinglang, qo'shiq yangrar vatan haqida. Vatanni sevmoqlik buyuk aqida. Vatan jon birovga berib bo'lmaydi. Bilsang gar yurakda sherik bo'lmaydi. Panohidir bog'laring, tog'lari senga. Vatansiz jangga ham kirib bo'lmaydi. Musofir bo'lmoqdan asrasin Xudo. Jon elim sen meni aylagin duo. Ayvonimga kelgan qaldirg'oching ham men uchun baxshi, men uchun humo. Havosi muso
پدریتون سلامت گردیتون الهی هموتون حال من به درام ده اصحال من هم گذاریتون مرتبهتون بلند الهی شما هم بر رحمت ایش من مدفشه sağ selamet geldiğin bir selam. Ben burada şumuam ben burada. Ana yokla kadar ondaki şumuam ben burada. Bana akın inon evarem bana. Evarohom bana. Doba şükür. Bana evarom. Kalamom yokla kadar bana evarohom bana yokla kadar. Assalom ustoz, salom muallim, bayramingiz bilan qutlaymiz. Ilm ila istiqlol yo'lin ko'rsatdingiz, hech unutmaymiz. Hurmatli Ma'luma G'afurjonova, men bu kishi bilan uzoq yillar birga ishlaganmiz. Siz bilan ishlagan eng keksa o'qituvchilardan hozir maktabga men qoldim. Mana qarang, shunday shogirdlaringiz Rahmat bittasi bilan ishlagan, ishlagan. bittasi doktor, bittasi vrach, bittasi tadbirkor, bittasi yana bir Navoiy. Mana shular bugun sizlarni eslab, sizni eslab yuring bir borib ko'rib kelaylik deb bizlarni undab olib keldilar. Iloyim tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mana shu Xudo bergan umrni bundan bir necha baravarini yashab o'ting. Umringiz uzoq bo'lsin. Biz mana shu shogirdlaringiz vaqtiga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir marta bayramingiz bilan tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Ustoz, bu eng kenja выпускingiz to'liq bitkazganingiz. Undan keyin 1 yilgina 92-yillarni o'qitgansiz. Keyin meros qilib Qurbonovaga qoldirgansiz. Bular o'sha sizni sevimli 88ingiz men biladiganim, keyin hozir Hafizimaga topshirgansiz. Nurlari nurga to'lsin. Bularni vinyetkasi ham yo'q ekan, siz bilan tushgan rasmi ham yo'q ekanda. Bugun o'sha nimani to'ldiramiz kamchilikni, bugun rasmga tushib, chiroyli qilib esdalikka qoldirasiz. Assalomu alaykum ustoz. Xush kelibsiz. Haqiqatan tanimadim ben. Hozir tanitishadi. Tanimadim. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu yerga yig'ilganlar. Ustoz biz Ahad va Munisa, Imom va Lola, Zulfiya. Yigitlaringiz mana o'g'illaringiz. Yigitlarimni ham Mana tanimadim. Firdaus, tanimadingizmi? Firdaus. Haqiqatan tanimadim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iloyim meni yoshimdan o'tinglar, martabalaring baland bo'lsin. Hech qachon bellaring bukilmasin, qomatlaring hech qachon bukilmasin. Hamma sog' salomat bo'lib, qomatingizni tik qilib, martabalaring baland bo'lib, sog' salomat bo'lib yuringlar. Xudo xayrlaringni bersin. Meni izzat qilib kelibsizlar. Xudo sizlarni izzat qilsin. Xudo sizlarni hamma qo'llasin, quvvatlasin. Yo'llaring hamma ochiq bo'lsin, ravon bo'lsin, bexatar bo'lsin. Yomon ko'zdan, yomon so'zlardan, yomon ishlardan Alloh taolaning o'zi asrasin sizlarni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kamolot chog'i bu. Aslingiz muborak. Ortingizda shogirdingiz, naslingiz muborak. Turibsiz ta'zimda buyuk tog' kabi. Ey ustoz tuganmas, baxtingiz muborak. Hammani nomidan tabriklaymiz yana bir bor. Yuzlarga kirib, boshimizga bosh deb yuring. Tabriklaymiz, 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 tabriklaymiz. Hamma raqsga. Endi hovliga kirgizmas, biz ham
charchatib qo'ymadingiz kunlar har doim yana bir bor ko'p sonli madaniyat mahallasi ahli nomidan eng navqironlik yillaringiz o'sha yerda o'tgan ekan. Pedagogik faoliyatingizni 20 yoshingizda boshlagan ekansiz. 47 yil bu qariyb salkam bizni umrimiz bilan teng. Biz hali go'dak ham bo'lmaganmiz. Siz shuncha ishni qilib, biz bugun ta'lim berayotgan, ishlayotgan shunday ulkan dargohda 12-maktabda mustahkam poydevor qurgan ekansiz. Iloyim umringiz siz bunyod qilgan dunyo imoratlaridan-da, qalb imoratlaridan-da balandroq bo'lsin. Men doim aytaman, ustoz bolalar hayotidagi tirik ensiklopediya. Bolalarni yoshligini, bolalarni qanday o'zgarganini, qanday o'sganini bilguvchi ota-onadan ham kerak bo'lsa ziyoda avlod. Faqat hayot shunday qurilgan, maktab bitkazgandan keyin tarqab ketamiz. Lekin bugungi tadbirimiz bilan sizga shuni aytmoqchimizki, siz doim yodimizda, har bitta xatti-harakatimizda sizni o'gitlaringizni, darslaringizni, hatto imzolarimizni qo'yishni ham siz qo'llaringiz bilan ushlab o'rgatgansiz. Qayerda borsak imzo qo'ysak yoki ismimizni yozsak, sizni mehnatingiz yalqinlab ko'rinib turadi. Biz buni unutmaymiz, biz buni bilamiz. Faqat sizdan iltimos, doim bizni duo qilib, eslab, har bayramlarda eshigingizni taqillatib kelsak, ana shunday yalqinlab kutib olishingizni istaymiz. Agar mumkin bo'lsa, bir chiroyli qilib bu yilgi bitiruvchilarimizni, sizni o'zingizni bitiruvchilaringizni, ustozlarimizni duo qilib beringki, sizni duoyingiz bizni ham hayotimizda ana shunday ulug' yoshlarga, 100 yoshlarga yetib, birgalikda ham qadam, ham nafas bo'lish nasib etsin. Men endi duo bitta duomni aytib beraman. Duo endi yoshlar nima qilsin? Maylimi? Endi bu sizga boy emasman, lekin shu duoni aytib beraman. Bismillahirrahmanirrahim. Nuri iymon bersin dilimizda. Amin. Kalimai shavodat bersin tilimizda. Amin. Iloh o'zing qodir Allohim, dargohingga qabul qilgin duoyim. Ilohim. Bir ojizu bechoramiz najot ber. Diniy islom yo'llaridan saboq ber. Foniy dunyo mehmonimiz barchamiz. O'lim haqdir, bir kun senga qaytamiz. Qiyomatda so'rog'imiz oson qil. Bog'i jannat makoniga mehmon qil. Ilohim. Bilib bilmay xato qilsak kechirgin. Havzi Kavsar suvlaridan ichirgin. Tarozida savobimiz oshirgin. Subhanalloh gunohimiz kechirgin. Foniy dunyo mehmoniga aylandik. O'tkinchi mol dunyosiga boylandik. Ey Xudoyo o'zing yolg'iz panohim. Mashhar kuni kechirgaysan gunohimiz. Ajdodimizga, avlodimizga rahim qil. Har tilagu murodimizga yetirgin. Iloyim do'stga xor, dushmanga zor qilmagin. Nomardlarga muhtoj qilma, xor qilma. Har baloyu ofatlardan o'zing saqla Allohim. O'zing bo'lgin panohim. O'zing bandan degin qodir Allohim. Muhammad ummatim desin iloyim. Chor yorilar do'stim desin qo'llasin. Imom Azam mazhabim deb qo'llasin. 18 ming sahobayu ikromlar mashhal kuni atrofimizga yo'llab tursin salomlar. Hoki Parvardigoro, sizlar meni yo'qlab kelibsizlar. Alloh taolani o'zi sizlarni yo'qlasin. Umrlaring uzoq bo'lsin. Yo'llaring bexatar bo'lsin. Martabalaring baland bo'lsin. Hech vaqt do'stga xor, dushmanga zor, nomardga muhtoj bo'lmanglar. Iloyim bizani yo'limizni bersin. Xayr, meni yo'qlab kelibsizlar, yaxshimi, yomonmi, xayr. Mehnat qildim, qo'limdan kelgan bilimimni berdim. Iloyim sizlarning ham martabalaring baland bo'lsin. Sizlarning ham kelajakda talabalaring, endi shogirdlaring sizlarga o'xshab hurmat qilib yo'qlab kelsin. Hech vaqt Alloh taolo sizlarni unutmasin. Hamma vaqt qo'llab quvvatlasin. Yigitlarga yigit piri qo'llasin, yo'llaring ravot, yuzlaring, martabalaring baland bo'lsin. Hech vaqt bellaring bukilmasin. Sog' salomat yuringlar. Rahmat ustoz. Bu kenja avlodingiz
bosh avlodingiz vakil bor. O'rtada mana 83-yillarni bitiruvchisi Shohida. Siz u kuni kelganimda bir e'tirof etib ketdingiz. Boshqacha bir bolalarim bor deb Shuhrat Ahadov alohida tashakkur bildirib, mana bu guldasta o'qish nomlardan va mana shunday jamoa bo'lib kelishimiz uchun bitta avtobusni alohida ajratib o'zlari kela olmadilar. Duoda bo'lib turasiz va o'sha boyagi iltimosimiz bir chiroyli qilib tasirchimizdan iltimos qilamiz. Ajoyib qilib bizga esdalikka rasm tushirib bersinlar. Maylimi? Mayli, magam yuborasizlar. Albatta. Kelinglar.